Assalomu alaykum akalar. Anchadan beri qo'yayotgan Jigulimiz xohlasa yurdi. Shu yerga kelgungacha necha pul tushini sizlarga Furqat akam hisoblab beradilar. Zapchast bozorlarida 7 millionga ziborisi to'xtaydi. Dinam, starter, sparator, kollektor hamma yo'g'i. Yoki yuradigan, zavod uradigan holat 7 million. Argon svarka qildik 400 ming so'mga. To'ldirishlari bo'ldi, ular 1-2 ming bo'ldi. $100 men miga provodalarni oldi, yanvar migani, Jigulinikini. Bo'ldi, shu xolos rasxodlar. Qolgani endi 100 ming, 200 ming izolenta, mayda-chular, germetik narsalar yo'q, asosiy rasxodlar shu bo'ldi xolos. Motorda shu holatga kelishi mashinaga 10 mashina meni yurilish hamma yo'g'i 12 millionga to'xtaydi.